bir oy tutgan ro'zangiz bekor bo'lib ketishi mumkin. Omma aytib qo'y. Nimaga? Eshitamiz. Hayit kuni katta shayton shunday zanjirdan qo'yib yuboriladi ekan. Keyin xomush bo'lib o'tirsa, shaytonvachchalar oldiga kelib, "Yo, ustoz, assalomu alaykum. Bu chiqibdilar-ku bu. Islomdan qutulib oldilarmi? Nima bu xomush o'tiribdilar?" deb savol berar ekanlar. Keyin bu odam bolasi bir oy ro'za tutdi, Alloh hamma gunohlarni kechirib yubordi, shunga xomush o'tiribman-da desa, shaytonvachchalar aytishar ekan, bizga qanaqadir xizmat yo'qmi, aka? Hal qilamiz. Shu bir oy tutgan ro'zasini qanaqadir yo'l bilan bekor qilib yuborsa bo'lar?" deyishar ekan. Keyin "Yo, bo'ladi" debgan katta shayton. Qanaqa desa, hayit kuni imkon qadar ularga ichirish kerak. Imkon qadar ularga zino qildirishga shu yo'l ochib berish kerak. Imkon qadar mana shu ma'siyat ishlarni qilishga shu hayit kunida o'zi sazi ro'za tugashi bilan shu ishlarni qilishga yo'llarni ochib tashlash kerak. Shu ishlarni qilsa, bir oy tutgan ro'zasi shu bekor bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni o'sha adashmasam xabata deydimi? O'shaqa bo'lib ketishi mumkin. Davay, tezda mana shu ishlarni qilaring deb shaytonvachchalariga buyruq berar ekan. Ehtiyot bo'linglar akalar. Bir oy ro'zani tutdik. Alloh gunohlarimizni kechirdi inshaalloh, niyat qilamiz. Bundan keyin o'sha yomon ishlarni, ma'siyat ishlarni qilmaylik,